qilmay aka. Nima qilay? Qarash kerak. Qarab kelyapman. Yo'llarni mana ahvolini ko'ryapsiz. Yerni mana pastni ko'rib o'tiribdi. 2 metrdan mana qarab turib 3 metrdan buyog'i mana qayoqqa haydayin aka mana. Mana o'zingiz ayting. Qayoqqa haydayin? Yo'llarni mana ko'rib turibsiz. Mana shunday ahvol. Yo'llarni sal kengish bo'lganga ham xabar balo qilsam bo'lardi. Nima qilishim kerak aka? Xo'p. Hurmatli prezident, prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bobomiz, xo'sh qolaversa boshqa mutasaddi shaxslar, ya'ni Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov, Boysun tuman hokimi Bahodir Shukurov, sizlardan iltimos, mana 5 kilometr mana shunday ahvolda yo'llarimiz. Mana hozir 3 metrdan keyin mana 50 metr pastligimiz. Qaratib oling mana jarlikda. Mana bu tomonlarni ham to'liq qaratib oling mana. Bu tomonlarni qaratib oling. 50 metr shu mana pastligimiz jarlik. Xuddi 5 kilometr mana yo'lni ham qarating. Yo'lni ham mana to'liq yo'li xuddi mana shu ahvolda yo'llarimiz. Ikkita mashina stretch kelsa. Mana hozir ikkita mashinani ko'rsating. Mana hozir ikkita mashina stretch kelib qolsa, hozir qayoqqa yuradi mana qayoqqa olasiz? To bu yog'ini pastgacha olsa ham shu jarayon, bu yoqqa olsangiz ham mana shu jarayon. Nima qilishni bilmaymiz. Sizlardan iltimos, hurmatli mutasaddi shaxslar, mana shu yo'limizni asfaltga endi qilish bilaman juda muammo, juda qiyin masala, to'g'ri. Mana shu yo'llarimizni hech bo'lmasa bir kengaytirilib 5 kilometr shag'al to'shalib va mana sel oqib tushadigan oqibatlarga bir amaliy yordam qilishlaringizni so'raymiz. Ana endi bundan buyog'iga 3 ta qishloq bor. 2000 aholi yashaydi. Bosh Qizilnavr qishlog'i, Kengdala qishlog'i, o'zim yashaydigan Besharcha qishlog'i, 3 ta qishloq, 2000 aholi. Va mana hozir qishlog'imiz, mana shu manzaramiz hozir turistik maskaniga aylanganligi bois kun ora faqat hozir turistlarimiz kelyapti. Ya'ni respublikamizning turli tuman joylaridan turistlar kelyapti. Mana shu ahvol. Burchakka olahol, qisil, holi qarang, avtoholat, avtoavariyalar bo'lib turibdi. Mana loygarchilik vaqti qo'shimcha. Loygarchilikda men o'zim kuniga ishga mana maktabga qandayman, kuniga mana shu yerdan qishki kuniga 3-4 marotaba tushib ketdi. Mana shu toshlarni o'zim qo'yib chiqaman. 3-4 marta mana shunday jarlikdan tushib ketishimga oz qolgan. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, xo'sh, Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov, qolaversa Boysun tuman hokimi Bahodir Shukurov, sizlardan iltimos, mana shu 5 kilometr juda xavfli holatda turgan yo'limizni sal kengaytirib, 2 mashin birotib kelganda 2 mashin bemalol o'tib ketadigan holatda shag'al cho'kib, shag'allanishda va kengaytirilishida bir amaliy yordam berishlaringizni iltimos qilib so'raymiz. 3 kilometr asfalt dasturga tushgan. Buni ham bir tezlatib, yana yog'ingarchilik boshlanmasdan shu dasturga tushgan asfaltni ham ishini boshlatishlaringizni iltimos qilamiz. Iltimos qilib so'raymiz. Hurmatli prezident bobo, hurmatli hokim bobolar, iltimos sizlardan.